Assalomu alaykum, Islom Stus kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz Toshkent, Ohangaron. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz. Like bosib qo'yinglar, aka-ukalar. Darvoza yoqqan bo'lsa, xudo xolasa darvozamizni mana olib kelib o'rnatdik. O'ta ham ideal holatda chiqqan darvozamiz. Mana u Spark kraskasi bo'ladi mana. Ko'rib turibsizlar. Darvozani kraskasini ko'rsataman endi. Birga bir. Zakasni qilib, avtomobilni kraskasi ochib berdik. O'rnisiga, oldiga avtomobilni kraska. Tozasidan, haqiqiy mashinani kraskasidan ozgina qimmat tushdi, lekin egasi Dababishni 1 million kraskaga qo'shib bergani uchun darvozani kraskasini toza laki ham 250 mingdan 500 ming so'mlik lakdan sachdik. Darvozamizni ma'lumot qilib beraman, aka-ukalar. Eniga 4.30, bo'yiga 3.30, 1 kvadrat metr 1 million 300 ming so'm darvozamiz. 2 qavatli eng full variantda bo'lgan high-tech yangicha dizayndagi darvoza. High-tech soplar, zamoklar, zubur zamok, profillarimiz polni 10 ga 10 bo'lgan, tepa qismi 10 ga 5 bo'lgan, aka-ukalar. Tepadagi high-tech lazer nima deyapti? O'ta chiroylimi? Oshiq-moshiqlarni ham polni pachemlikdan qo'yib berganmiz. Nerjinkalarimiz ham sifatli nerjinkadan qo'yilgan. Valna bo'lmaydiganlar. Bu ham kraska. Stalnoy kraska bu tozasidan. Bu joylarga nerjinka olishtirib berganmiz. Polni shumka, profillari 8 ga 4, 10 ga 10 stoyka. Zamoklari zubur zamok, oshiq-moshiqlari achimlikli bo'lgan, alohida tepada 30 sm ochilmaydigan promoga bo'lgan. Islarimiz 2 likdan 2 qavatli. 2 chaspalarimiz ham polni qalin bo'lgan. Aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar. Hovlini soldingiz, chiroyli qilib, chiroyli darvoza izlayapsiz. Agar ko'nglingizga ma'qul kelgan bo'lsa, mana shu darvoza sizni ham xonadoningizga shunaqangi qilib, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Faqat darvoza izlab yurgan do'stlaringizga videolarimizni uzatib qo'yinglar aka-ukalar. Nafaqat darvoza, rishotka, naves qanday ish bo'lsa aka-ukalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Yana qanday ma'lumot? Kraskasini tushuntirib o'tdim. Kraskasi toza mokraspal. Banishni kraskadan mashina bilan bir xil bo'lsin deyishgani uchun tayyorlatib, xohlasa sachib olib keldik. Aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar bemalol. Orqa holati silliq bo'lgan. O'ta chiroyli chiqdi darvozamizni. Orqasini ham ko'rsatib qo'yaman mana. Orqasida ozgina chalalari bor. Mana orqa ko'rinishi xuddi shu. Mana shu ramkani o'zi ko'rinib turadi. To'g'ri, silliq chiqdi. Rezinkalar qo'yib berganmiz. Choklariga ham e'tibor berib qo'yasizlar aka-ukalar. O'ta chiroyli chiqqan, xudo xolasa mana. Profillarimiz polni qalin 8 ga 4 bo'lgan. Qalin. Sekin. Sekin. Xudo xolasa aka-ukalar telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, kelishilgan holda xuddi shunday qilib, chiroyli qilib darvozalar o'rnatib beraveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, like bosishni unutmanglar aka-ukalar.